Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana biz ham fermamizga bir xush yetib keldilar. Endi bu Dilya interesga qiziqqarli uchun olganmiz. Chiroyliligini qarang. Bu yerda yem turadi, mana suvi. Chiroyli rang-barang. Ko'ramiz, bu 15-20 kunda tuxum qo'yib ko'payishni boshlaydi deb aytishdi. O'zimga yoqdi lekin chiroyli ekan. Bir juft parizga qilib oldik. Bu rang-barang ko'kimtir turgani bu. Adashmasam nar dedi buni. Nar to'g'ri. Bu sarg'am moda. Odam ko'rganda bahridan ochiladi bularni. Xudo xohlasa fermamizga hali akvarum baliqlarni ham zakaz qilamiz. Chunki aslida bular onam uchun ko'rgazmali. Bir tavsiya qildi bittasi. Yuraklarni hozir mazasi yo'q, tinchlantiradi, asablarni joylashtiradi, yurak qon tomirlariga yaxshi deyishdi. O'shaning uchun baliqlar ham zakaz qilganmiz. Ular ham ertandan kelib qolsa video qilib joylab qo'yaman. Hozircha shular. Aytgancha Instagram, YouTube'dan bizni kuzatishda davom eting, do'stlarga ulashing, like bosing. Instagramdan yaxshi prosmotr bo'lyapti, 300-400 gacha yaqin, lekin ko'p odam podpiska bosmayapti. Musulmonchilik, astachilik deganday. Bizni kuzatishda davom eting, yangi videolarni qo'yishda davom etamiz biz.